Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar, bog'bonlar. Mana bugun Jamshid aka bilan 2025-yil 28-aprel kuni Toshkent viloyati Qibray tumaniga olma bog'iga tashrif buyurdik. Jamshid aka, nima ma'lumotlarni beramiz bugun dehqonlarga? Assalomu alaykum hurmatli bizlarni kuzatuvchilar, dehqonlar, fermerlar. Biz hozir shu bugungi kunda olma bog'larda, asosan olma bog'larda olma bog'lariga jiddiy zarar yetkazadigan zarar kunandalardan keng uchraydigan zarar kunandalardan bittasi bu qalqondorlar haqida ma'lumot beramiz. Qalqondorlarni monitoringi dalalarda, ekin maydonlarida bog'larda monitoring qilib olishi, monitoring qilib olib borishi ko'rsatib o'tib ketamiz. Ularni uyg'onish paytlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Undan tashqari ularni ularga qarshi foydali hasharotlarni ham ma'lumotlarni berib ko'rsatib o'tib ketamiz. Azbek yaqinroq olib kelasiz kamerani. Hozir mana qalqondorlarni sekin lupa taqib turib telefonga. Jamshid aka, bu dala ko'rsatib o'tib ketamiz. Bir hafta oldin kelib nazoratga olib tekshirib bir hafta oldin nazoratga olib qalqondorlarni o'sish rivojlanishini nazoratini olib ketgandik, nazoratga olib ketgandik. Hozir o'sha to'g'risida ham ma'lumot berib o'tib ketaman. Buni montaj davomida ham qo'yib ketamiz. Qaraysiz be. Mana e'tibor berasiz, kelasiz, yaqinroq kamerani olib kelasiz. Lupani uladik. Tarafdan ko'rsataylik asosan qirroqda. Mana hozir daraxt egyapmiz. Birinchi qalqondorlarni ochib chiqqan, tuxumni ochib chiqqanini mana ko'rsatamiz. Mana qalqondorlar sekin-sekin qalqonidan chiqib tuxum holatida bo'lyapti. Mana ko'ryapsiz. Sarg'ish tusga kirgan, tilla rangga kirgan. Bular qalqondorlar sekin uyg'onish davriga kelgan, uyg'onish bosqichiga, tuxumdan chiqish bosqichiga kelgan. Ana endi hozir tarafdan ko'rsataylik, Jamshid aka yaxshi ko'rinmay qoldi. Azbi qalqondorlarning uyg'onishi, mana qalqonini buzib chiqib ketish holati ko'ryapsiz. Mana tilla rangga kirgan, mana o'sha tuxumdan chiqishni boshlagan qalqondorlar sekanstalik bilan monitoringini bog'i nazorat qilishi e'tiborga olib qo'yish kerak. Olma bog'larda o'sha qalqondor qaysi ekin turiga tushadigan bo'lsa, ana o'sha ekin turlaridagi hamma bog'dagi mevalarni hammasini nazoratga olib qo'yish kerak. Jamshid aka, bu bog'ga bog'da egasi chaqirganda nimadir tavsiya berganmisiz, nimadir sepilganmi yoki endi tavsiya berasiz? Yo'q, bog' egasi chaqirganlarida nazoratga olib qo'yishni aytganmiz. Undan tashqari hozir sizga qalqondorlarning kushandasi bo'lib hisoblangan foydali hasharotni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Kamerangizni yaqinroq olib kelasiz. Qalqondorni shunday yeydigan foydali hasharot. Foydali hasharot. Jamshid aka, topdingizmi? Mana Azbek topdik. Mana shu, endi buni lotincha nomini bilamiz faqat. Buni hozir lotincha nomini ham montaj davomida yozib ketamiz. Hasharotda to'liqroq, yaqinroq rasmga olib, yo'qmasa videoda ko'rsatib ketsangiz ham bo'ladi. Mana shu hasharotlar shira zarar kunandasini, undan tashqari o'sha qalqondorlarning kushandasi bo'lib hisoblanadi. Bu hasharotning asosiy ozuqasi so'ruvchi hasharotlardan o'sha shira bilan qalqondor bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham qalqondor bor joyda, yo'qmasa shiralar bor joyda mana shunaqa hasharotlarni ko'rish mumkin bo'ladi, kuzatiladi. Mana shunaqa hasharotlar daraxtlarda ko'proq uchraydi. Endi mana bu hasharotlarga qarshi kurashishdan oldin nazorat choralarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Mana shunaqa hasharotlar ko'proq bo'lsa, kimyoviy kurash choralari to'xtatib turiladi. Agar mana shu hasharotlarning kuchi yetmaydigan bo'lsa, kimyoviy kurash choralari qo'llaniladi. Ko'p joylarda hasharotlarning kuchi yetmayapti. Ko'p joylarda endi balans buzilganligini hisobiga hasharotlarning kuchi yetmayapti, foydali hasharotlar. Jamshid aka, mana olma daraxtimiz bunisi mana mevaga ham kiribdi. Mevalarni bir qator ko'rsatib, hozir ziyoni haqida ham
gapirib o'tib ketsangiz. Xo'p, Mevalar chiroyli bo'lib kirgan olma daraxtimiz. qalqondorli. Mana shu mevani so'rib turib, qizil dog'li, dumaloq, halqa simon dog'lar hosil qilib qo'yadi. Bu tovar vidini buzadi. Tovar ko'rinishini buzib qo'yadi. Undan tashqari olmani o'zini ham kuchsizlantirib qo'yadi. Jamshid aka, Agrogold kompaniyasi nima tavsiya bera olamiz? Agrogold kompaniyasi Gaucho Gold preparatini insektisidini tavsiya qiladi. Undan tashqari Flonit Gold. Gaucho Gold shirani ham qo'shib bir yo'li oladi hammasini. Kontakt tizimli ta'siriga ega imidokloprid ta'sir qiluvchi moddali preparatimiz. Undan tashqari Flonit Gold bu ham tizimli ta'sir qiladigan preparatimiz hisoblanadi. Aynan so'ruvchi hasharotlarga tizimli ta'sirga ega bo'lgan insektisidlarimizni tavsiya qilamiz. Ayni vaqtda olma bog'lariga o'zi qo'llaydigan vaqti kelib bo'lgan, ko'rib turibsiz. Nazorat choralarini olib boriladi va qalqondorli ko'rinishi bilan mana bunaqa maxsus lupalarda kuzatilinadi. Ko'rinishi bilan, kuzatilishi bilan, zarar yetkazishi boshlashi bilan sekin-astalik bilan kurash choralari olib boriladi. Jamshid aka, maslahatlar uchun rahmat. Charchamang. Xo'p, sog' bo'linglar. Videolarimizni, kanalimizni kuzatib boringlar, hurmatli dehqonlar.